Mana bugun bizni hayit dasturxoni uchun mazali bo'g'irsoq tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 650 gram un, 150 gram margarin, 150 gram mol yog'i. Mol yog'ini eritib tayyor qo'yganmiz. 200 millilitr sut, bitta choy qoshig'ida tuz, ikkita choy qoshig'ida shakar, yarim choy qoshig'ida razrexetil kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib unimizga tuz, shakar, razrexetili solamiz. Mana tuz, shakar, razrexetili soldik. Endi bu yerdagi margaringa mol yog'ini bitta idishga solib, yaxshilab aralashtirib, buni ustidan quyamiz va sut solamiz. Mana mol yog'iga margarin solib, omiqda yog' tayyorlab oldik. Endi hozir sutni, margarinlarni solib, xamir qoramiz. Xamirimizga sut, margarinlarni ham soldik. Endi yaxshilab xamir qoramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga strech yopib qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikga qo'yib qo'yamiz yarim soatga. Yarim soat vaqt o'tdi. Endi bo'g'irsoqimizni bo'laklarga bo'lib, bo'g'irsoqimizni cho'lida yasab olamiz. Mana xamirlarimizni hammasini mana shunday uzuncha qilamiz deb, bularni endi kichkina kesib chiqamiz. Xamirlarimizni mana shunday kichkina kesib olamiz. Keyin mana cho'liga qo'yib, xamirimni yaxshilab bosib, bo'g'irsoq shaklini chiqarib olamiz. Mana bo'g'irsoqlarimizni hammasini yasab oldik. Bu jonim ham xuddi shunaqa qilib tayyorlardilar. Oq yog'iga margarinni aralashtirib, faqat ular shakar qo'shmasdilar. Tuzni o'ziga qilardilar. Tuzligi ham juda ham mazali chiqadi. Shakar qo'shmasdan qilsa ham bo'ladi. Shu paytgacha men faqat tuzli bo'lmalar qilgan retseptlar bo'yicha qilgan edim. Faqatgina bu safar ozgina shakar ham qo'shdim. Mazasi qanaqa bo'larkan degan maqsadda. Lekin tuzli varianti ham juda ham mazali bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi bu bilan keyin. Mana bo'g'irsoqlarimizni tayyorlab oldik. Endi qozonga yog' solib, bularni pishirishni boshlaymiz. Mana bo'g'irsoqlarimizni soldik, past olovda singittirib pishiramiz. Mana bo'g'irsoqlarimiz chiroyli bo'lib, tillarang bo'lib qizarishni boshlayapti. Ozginadan keyin bunaqa to'qroq bo'lganda olishni boshlaymiz. Mana chiroyli bo'lib tillarangga kirdi. Endi bo'g'irsoqlarimizni olamiz. Mana bo'g'irsoqlarimiz pishdi. Juda ham chiroyli bo'lib, tillarang bo'lib pishdi. Xamirlari ham shunaqa qumir-qumir. Hozir ochib ko'rsataman xamirlarini. Mana xamirlari singib zo'r bo'lib chiqqan, qumir-qumir, yeganda juda ham mazali. Ichlari shunaqa pisochniy bo'lib, mana ezilib ketadigan xamirlar juda ham zo'r bo'lgan. Ko'ringlar, tavsiya beraman. Juda ham mazali, zo'r bo'lib chiqadi. Bo'g'irsoqni albatta past olovda pishirish kerak. Shunda shunaqa qumir-qumir mazali, zo'r bo'lib chiqadi. Shu retsept asosida albatta tayyorlab ko'ring. Qilganingizni afsuslanmaysiz. Juda ham mazali, zo'r bo'g'irsoq bo'ladi.